tashlab yuborilayotgan o'sha jarayonda утеплитель shum izolyatsiyalarini ham polni ko'rsatdi. Hammasi eng qimmat materiallar. Darvoza uchun eng qimmat material qaysi bo'lsa shu darvozada bor. Chunki havo isigan sari eski darvozani ham yangi uchastkalarga временный o'rnatadiganlar bo'ladi. O'z talab kuch. Gap yo'q. Puli qancha buning o'zi? Bu ham shtampovkalar o'sha aytganimdan 550 metрлib ketaveradi. Endi hozir bu materiallar 1.8 2 qavat. Cherpiya holdi. Bu darvozani metalliga o'zi 20 yil 30 yil garantiya beraveramiz Mahmudjon. Chunki beramiz. Shohona fason desa ham bo'ladi. Bu orada bu fasonlar yo'q. Kvadrat metr 8 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab. Ha do'stlar. Keyingi yana bitta trenddagi darvozalardan ko'ringlar bitta. O'zimga qadrdonlarim 1.3 million so'mdan tayyorlab beryapti. 1.3 mingdan do'stlar orqa buni bir qavatligini ham so'rashadi. Bir qadrdonlar bunaqasi bo'lmagan respublika bo'yicha eng katta bozor do'stlar Namangandagi darvoza bozoriga yetib kelganman. Birinchi qo'l sexdan do'stlar o'zlari yasab qo'l mehnat qilib cho'tki qilib 12 viloyatga o'rnatib beradigan Muhdin akami ko'pchilik taniydi. Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Olyapsizlarmi aka? Xudo xolasa. Nima yangiliklar bor? Bayramdan keyin endi ko'rishyapmiz sizlar bilan aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana do'stlar, bayramlar o'tdi, kunlar isidi. Hamma o'zining ishini bir tomonga surib, bundan buyog'i faqat tirikchilik, pul topish, uy solish, to'y qilish, to'y uylarga xudo xolasa xizmatini qiladigan o'sha garantiyasi bor do'stlar, nomi aniq, joyi aniq darvozalarimizni ko'rsatgani keldik. Bugun ustakam bilan birgalikda chiroyli qilib beramiz. 12 ta viloyatga dastavka o'rnatib berish hamma yo'q ichida do'stlar. Ko'ngilni to'q qo'yinglar. Rossiya, Koreya, boshqa davlatlardan ko'rayotgan akalarimiz ham o'zlar yo'q bo'lsanglar ham o'z yo'qda ko'z yo'q bo'lmaydi, olib borib o'rnatib, kraskalarini hamma yo'g'ini cho'tki qilib, Muhdin akam ko'pchilik taniydi. Anchadan beri birga ishlaymiz do'stlar. 3 yil 4 yil o'tib ketdi va Muhdin akamdan darvoza olib uyga o'rnatganlar albatta kommentariyada yozib qo'yinglar. Haqiqatan taniyman, bu ustaga o'rnatganman, ishlari cho'tki deb. Kamchilik bo'lsa ham yozib qo'yirsin, aka. Ha, kamchilik bo'lsa yaxshi-da yozish. Gap yo'q. Aka, boshlardingmi bo'lmasa qaysi darvozalardan ko'rsatamiz? Mana shu yangi darvozalarimiz bir ko'rsatib o'tsalar. Aha. Materialga bir to'xtalib o'taveramiz. Asosiysi o'sha fasonni ko'rsatib. Hop. Fasonga bir o'zingiz ham baho berib qo'yaverasiz. Ana jigarlar. Ha, aka, bu qanaqa darvoza endi? Menga baquvvat solidniy darvoza kerak, high-tech darvoza kerak deganlarga mana shu fasonni tavsiya qilamiz. Aha. Ana do'stlar. Bu ko'rinishi ham, materiali ham juda xudo xolasa talabga ham, sifatga ham javob beradi. Ana jigarlar, bemalol ko'raverasizlar. Qaranglar. Ana. 2 qavatmi aka? Bu necha qavat? 2 qavat. 2 qavat o'tib metal. Ya'ni shu izolyatsiyasi polni xudo xolasa bor. Ya'ni orqa tomondan ham agar ilojisi bo'lsa bir mana chekka tomondan ko'rsatib olsangiz ham orqa tomonda o'sha sepli, ya'ni polni lisi doska polni bosilgan. Voy, malades do'stlarim. Xudo xolasa uloq bo'lmaydi. Ha. Darvozaning eng plus tomoni uloq solmaslik, ya'ni zakazlarga uloq solmaymiz biz. Hop, hop. Chunki uloq solingan materiallarda vaqti kelib zang oqish ehtimoli bo'lib qoladi, ya'ni har xil sharoitda. Mana do'stlarim ko'raverasiz. Polni o'sha o'tib netili mana shu orasiga zakaz. Bu darvozadan hozir ko'p zakaz olyapmiz. Ish jarayonlarini ham tashlab yuborilayotgan o'sha jarayonda o'tib netili shum izolyatsiyalarini ham polni ko'rsatib o'tamiz. Hop, hop. Xudo xolasa shu sifatli darvozalarimizda. Necha pul endi buningiz? Mahmudjon zakasini 1.450 so'm, 1.400 so'mgacha qilib beryapmiz. Ya'ni 1.450 so'm qanaqa desangiz, ikkita yon taglari polni o'sha shivelder 12 lik bo'ladigan bo'lsa qilib beryapmiz. Endi hozir ko'pchilik granit tosh qilyapti, so'killarni, asab qismlarini. O'shani hisobiga biz 8 santimetrlik brus qilib, brus profildan foydalanyapmiz. Ya'ni shivelder bilan bu brusni xizmatiga bir xil garantiya beraveramiz. Shivelder 5 santimetrlik bo'ladi, bu profilimiz 8 santimetrlik bo'ladi. Ya'ni hozirgi so'killar, granit toshlar 8 santimetr chiqqanning hisobiga yo'llarga o'sha brus profil qo'yib beryapmiz. Qarang, narxchi buningiz aka. Buni shivel, yo'q, uni tushundim. Shivellar qo'ysam qanaqa narx bo'ladi? Yo'qda o'sha profil qo'yadigan bo'lsa 1.450 so'm. Kvadrat metr. Profildan qo'yadigan bo'lsa, o'zi arzimagan razisa qiladi. Bu profil qo'yilganiga mehnati ham ozroq, hali yengilroq bo'ladi shivellardan ko'ra. O'sha hisobiga vaqtdan yutamiz ham 50 ming so'mdan kvadratini arzonroq qilib beramiz. Ya'ni bu profil bo'ldi degani, bu yupqa bo'lib qoldi, shivellardan haliga sal nimjonroq bo'lib qoldi degani emas.
Gap yo'q. Qimmat metal bu ham. Mana 12 ga do'stlar. 8 brus profil. Bemalol kelasizlar, muammosiz olib ketaverasizlar jigarlarim. Xo'p, bitish muddati qanaqa deysiz buni? Bitish muddati 1 oyga olyapmiz hozir. 1 oy. Chunki hozir bahor havosi, Hop. bir yomg'ir yog'ib qolsa, 2 kun, 1 kun ishimizga ozgina ta'sir qilib qoladi. Men endi plusini olib aytaman, balkim 25 kundir. Lekin o'sha minimalka 1 oy vaqt belgilab qo'ydik hozir. Hozirgi kunda bu bahor oyida. Xudo xolasa, imkoniyat darajasida shu 25 kun, 24 kunda ham olib o'rnatib beramiz. Tushunarli. Keyingisi qaysi darvoza aka? Keyingisi mana shu ro'paradagini ko'rsatib o'taylik. Xudo xolasa bu ham hozirgi kunda juda ko'p qilib beryapmiz. Hop, hop. Bu shtampovkani shu high-tech fason, ya'ni hozir iPhone fason ham deb nomlab qo'ydik. Buni o'rtasidagi nerjivekasini ham o'sha iPhone'ni anaqasida olma borligiga iPhone ham deb nomlab qo'ydik. Mana do'stlar ko'raverasizlar. Bemalol. Qanaqa endi aka bu ishimiz? Bu ishimiz shtampovka Mahmudjon. Hop. Eng qalin list o'sha 1 bo'ladi. Buni listini aytib o'tmanman, bir ko'rsatib o'ting. Listi 2 qavati ham 1.8 dan bo'lgan. Ham oldi, ham orqasi. Buni darvozani eng o'sha baquvvat darvozani o'sha 1.8 ikkilik qo'yiladi. 3.6 olib ketdi unda bu darvoza, shuna bilan. Hozir mashvisi ham 1 tonnadan og'ir darvoza. Buni ham aytib o'tib, bu ham sotuvdagi darvozamiz. Avvalligi 3.60. Ha. 3.65. Ya'ni 3.70 joylarga ham tushaveradi. Shuni beramiz. Iniga o'sha 4 metrli joylarga tushadi. Eshigi chap tomonda. Pirixodi. Zamovlari ham o'sha to'siq bir zamovlardan. Zuberdan jiganlar. Bir so'z bilan aytganda Mahmudjon prostoy material ishlamaydi bunga. Hammasi eng qimmat material. Darvoza uchun eng qimmat material qaysi bo'lsa shu darvozada bor. Gap yo'q. Shvelder, list, kraska, hamma narsa. Hattoki nerjivekasi ham qalin nerjivekalar. Keyingisi usti? Bu fasonimiz endi iPhone fason, shtampovka. Ko'pchilik biladi, bunochilar ham juda yaxshi bilishadi bu fasonlarni. Aha. Maslahat beramiz bu darvozani ham. Chunki bunda ham uloq ishlamaydi. Ya'ni mana shu ko'rib turgan har bitta figuralar o'zi shtampovka list o'zi. Ha. Ya'ni bir joyga uloq tushib qolmaydi. Xudo xolasa garantiyasini beriladi. Hattoki mana shu ruchkalariga ham fonda o'sha qalin profillardan foydalanamiz. Ha. Ha, do'stlar ko'raverasiz. Zakazga qarab buni ham yo'llarni profil shvelder qilib tayyorlab beraveramiz. O'sha narxidan kelib chiqib. Eng arzonini 550 ming so'm, eng qimmatini 700 ming so'm, 750 ming so'mgacha ham chiqarib beraveramiz. Ya'ni materialga qarab, qalin yubkaligiga qarab, kraskani, gruntovka, har xil kraskalarimiz bor, xudo xolasa. Garantiya beradigan ishlarimiz. Eski darvozalarni nima qilamiz? Olib qolamizmi usta? Darvozalarni olyapmiz. Olyapmiz, ha? Misol buni ham ko'rib turib, klientlarimiz biz bilan baraka qilishsa, biz ham u darvozani ko'rib turib barakasini qilamiz. Ha, tushunarli. Xudo xolasa, ular mo'ljallardan ozmoz qimmatroq ham bo'lishimiz mumkin. Chunki hozir eski darvozaga ham bizda talab kuchayib qoldi ozgina. Chunki havo isigan sari eski darvozani ham yangi uchastkalarga временный o'rnatadiganlar bo'ladi. O'z talab kuchayib qoldi. To'g'ri. Olib kelamiz, biz ham 1-2 so'm bo'lsa berib yuboramiz, bo'lmasa o'zi narxiga ham berib yuboraveramiz. Biz hech nima yutqazmaymiz. Qo'limizdagi pulimiz bo'shab qoladi. Gap so'z. Hop, bu darvozaga kelaylik. Bu ham shu radiator fason, shtampovka. Endi nomi radiator fason. Chunki hozirgi 2026-2025-yilda eng trendga chiqqan fasonlar. Ha. Radiator fason. Buni bitta zo'r tomoni fasad tanlamaydi Mahmudjon. Bu darvozalar qum sovuq joyga ham, travertin joyga ham har qanaqachasiga ketaveradi. Har xil razmerlari bor, zakazga, pirixod, eshik, kraska har xillardan bor. Endi vitrinalarimizga sig'maydi. Endi o'zi hamma ishlarimiz olib chiqib qo'ygani. Hozirgi kunda eng trenddagi darvozalarni ko'rsatib o'tamiz. Gap yo'q. Puli qancha buningiz? Bu ham shtampovkalar o'sha aytganimdan 550 ming so'mdan 750 ming so'mgacha bor. 550 mingdan do'stlar 750 ming so'mgacha bor. 3,5 metrga 3,5 metr. Mana shuni 650 ming so'mdan berib yuboramiz. List qalin zamovlargacha high-tech zamovlardan. Aha. Yo'llari, ikkita yo'llari, tepalari brus profil, tagini shvelder qilib qo'yganmiz. Обязательно. Chunki mashina kirib chiqadi. Bularda ham hech qanaqa uloq-buloq yo'q-a usta? Yo'q, biz xudo xolasa biz zakaz ishlarimizga uloq solmaymiz. Gap yo'q do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Endi shtampovka bo'lgandan keyin bitish muddati o'zgarishi ozroq, to'g'rimi? 2 haftaga 15 kunga olyapmiz. Endi har xil vaziyat, ko'proq Buxorodan, Samarqandlardan, Xorazmlardan bo'lib qoladi zakaz.
Ha. 18 kun 20 kungacha cho'zilishi mumkin. Chunki bu yo'lni hisob kitob bo'lmaydi-da. Biz bitta chiqarganda 6 ta darvoza chiqaramiz. Aha. Misol Toshkentga bittasi Jizzaxga, bittasi Samarqandga borib, to Xorazmga yetib borguncha 3-4 kun cho'zilib qolishi mumkin. Ha. O'shani hisobiga zo'roq joylarimizga 3-4 kun razitsasini olib o'zimiz aytamiz. O'zimizga misol ijtimoiy tarmoqlardan o'sha Telegram, WhatsApp, imo hammasini ishlatib turamiz. Aloqaga chiqsa, vaqtini, surugini, materialini yana bir xotirjam, batafsil tushuntirib o'taymiz. Tushunarli. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Bu ham bizdanmi endi usta? Ha, bu ham shu afsona fason. Bu 2025-yilda eng trendga chiqqan fasonlaridan. Hop. Yani shu ro'shnoy robota ishlarimiz, brus 8 qalin materialda bo'lgan ishlarimizdan. O'sha brus profil, brus 8 2 qavatli, o'tib netilib bo'lgan. Taglari o'sha обязательно 12 shivellardan qilinadi. Hop. Zamonlari zo'r zamon обязательно. Chunki o'zi bizga zamon beradiganlar garantiyasi bilan berishadi. O'zi sertifikatga ham garantiya yozib qo'yiladi. Majgarlar ko'rasizlar. Murojaat qilaverasizlar. Tepalarni ham ko'rsatib o'ting. Lazer qismlari ham o'sha hozirgi kunda ko'pchilik bir ochiq qilib ber deyishadi. Aha. O'ziga yarashib turgan, Alloh xolasi. Bu ham o'sha mana setkasiga to'xtalib o'tay, ko'p klientlarimiz bizdan so'rashdi. Yuqori listdan qilib qo'ymaysizlarmi bu setkani? Yo'q, bu ham o'sha rossiyskiy list TVS ekan. Eng qimmat listdan shunaqa qilib lazer qilinadi. Mana, qadrdonlar. Ko'raverasizlar. Ya'ni 100% materialga qalinga dogovor qilindimi, 1 metr joytiga ham yupqa material ishlatilmaydi. Aha. Polni qalin material. Ha, do'stlar. Hali ko'p joyga borib o'rnatayotganda bitta qanotini o'zini ham klientlarimiz ko'tarib ko'rishadi, ko'tarish olmaydi. Chunki o'sha tonna bo'lib ketadigan darvozalarda juda haligi vis og'ir bo'lib ketadi. Qavat bo'lganda hisobiga. Hozir почти hamma darvozamiz rangi mokriy bo'lyapti-da. Aytilgan rangi muammosi yo'q-a? Muammo bizda misol hozirgi kunga trendda bo'lgan rang. Ha. 10 yil oldin qanaqa rang desangiz, shikalan rang moda bo'libdi. Ha. Hozirgi kunga kelib mokriy asfalt rangi. Mokriy asfaltli ham har xillari bu. Bu mokriy asfalt rang arzon deb tushunishmasa klientlarimiz. Hozirgi kunda eng qimmat kraskalardan. Chunki garantiyasini beryapmiz. Ha, do'stlar ko'raverasizlar. Xohlagan rangga aytishadi, xohlagan rangga bo'yab beramiz. Narxiga ta'sir qilmaydi. Oq deysa oq, qora deysa qora. Tushunarli. Narxiga lekin sifati ham bir xil, to'g'rimi? Masalan, maloshni kimdir xohlasa, bu bilan sifati bir xil, to'g'rimi? Xizmati tagi bir xil tayyorlanadi, sifati bir xil chiqadi. Kraska rangiga kelganda, misol maloshni deysa ham sepib beraveramiz. Tushunarli do'stlar. Nech pulimiz buni? 1 metr kvadratini 1 million 250 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 250 ming. Aksiya holatda aytyapman hozir. Ha. O'zi asli 1 million 300 ming, 1 million 600 ming qilib berdi u. Bu qanaqa desangiz, ozmoz material kuchayib ketsa, narxi ham ko'tarilib ketaveradi. Endi hozir bu materiallar 1.8 2 qavat. Cherpiy holatlarga 8 ga 4 profil qilib beramiz. Hop. Ikkita yonini brus, devalari ham o'sha brus profil, tagini o'zini 12 li shiveldi. Bu darvozani metaliga o'zi 20 yil 30 yil garantiya beraveramiz Ahmedjon. Chunki biz o'zimiz ham 20 yil oldin shunaqa darvoza zakaz qilganmiz yoshlik paytimizda. Unda bu darvoza ishi bilan shug'ullanmasdik. Hozirgacha o'sha darvozalarimiz bemalol xizmat qilyapti. Mana do'stlar. Rossiyskiy darvozalarda oldingi eski rossiyskiy darvoza o'rnatganlar bilishadi. Endi bu yangi tipdagi rossiyskiy darvozalar. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Xo'p, keyingi ishimiz qaysi endi usta? Keyingi ishimiz shu Samarqand fason, ya'ni Samarqand Buxorolarga juda ko'p o'rnatib beryapmiz. Shohona fason desa ham bo'ladi. Bu orada bu fasonlar yo'qolib qoldi usta. Boshida 3 yil oldin siz bilan olganmiz, juda ko'p olganmiz. Rasa qilardik. Keyin to'xtab qoldi menimcha bu fasonlar. Endi mana bu kraskalar kelmay qoldi. Mana bu ikkita yondagi tumbalari kelmay qoldi-da. Bu Xitoydan keladigan nima edi? Endi hozirgi kunda o'zimizni anaqalar ham kuchayib ketdi. Gipka xonalar, ya'ni list tayyorlab beradiganlar ham. Rivojlanish bo'ladi-ku yildan yilga. O'zimizda hozir ishlab chiqyapti bular, listlari ham. Oldin Xitoydan kelardi. Qadrdonlar, bemalol murojaat qilasizlar. Telefon qilib, mana aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Gap yo'q. Qanaqa endi bunimiz ham shtampovkami usta? Bu shtampovka, o'sha eng qalin 1.3 listdan tayyorlanadigan. 1.3 mi listi? Listi urib qo'ying.
Buni 1.3 rossiyskiylarni 1.8 bilan mana urib ko'rganingizda deyarli bir xil razница. Chunki buni qo'lib bosganda har bitta joyda ezilganning hisobiga list tortishishi bo'ladi. Ya'ni baquvvatlashadi listda. Aha. Eng asosiy narsasi kraskasi buni, Mahmudjon. Kraskasi zakasiga Yaroslavskiy обязательно ishlatiladi. Chunki bu fasollar o'zi qadimdan rossiyskiy kraska bo'lib chiqqan, hozir ham rossiyskiy kraska qilib beriladi. Ikki xil kraskasi bo'ladi. O'zimizda chiqqan kraskalar, rossiyskiy kraskalar bo'ladi. Mana do'stlar, ikkilanmasdan telefon qilinglar. Bitish muddati qanaqa buningizni? Bitish muddati 20 kunga olyapmiz. Buni endi osmos narxida farqi bo'ladi. Hop. Chunki o'sha aytganimdan kraskalar ham juda qimmatroq kraska. O'ziga yarasha mana rasxodlari bo'lganda hisobiga boshqa shtampovka darvozalarimizda kvadrat metr osmos qimmatroq. Ha. Puli qancha buningizni? 1 kvadrat metrini o'sha 8 ming so'mdan zakazga tayyorlab beryapmiz. Xudo xolasa eng sifatli ishlarimizdan. Eng sifatli ishlarimizdan zakazga. Обязательно yo'llari, taglari, shvellar bo'ladi. Hop. Orqa old kraskalari ham xudo xolasa bir xil qilib tayyorlab beriladi. Ya'ni orqasi bunaqa bezali bo'lmaydi, tonni однотомный bir xildan oloshli bo'ladi orqa tomon. Oldi tomon xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Akalar, tepalarni ham ko'rsatuvdik, xudo xolasa. Shu travertin joylarga maslahat beramiz bu fasoldan. Ana. Akalarim. Murojaat qilaveringlar. Gap yo'q. Do'stlar, telefon qilasizlar, xohlasizlar imенно shu rangdan, xohlasizlar boshqacha rangdan katalogini ham tashlab beramiz. Muammosi yo'q akalarim. Hop. Aka, dastavkalar tekin bo'lyapti keyin. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab, xudo xolasa shu aytayotgan kvadratimning ichida bo'ladi. Ya'ni kvadrat metri 8 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab. Ha, do'stlar. Keyingi ishimiz qaysi biri endi? Keyingi ishimiz davom etaveramiz yondan. Do'stlar, yana bitta ishimiz bor. Ko'ringlarchi. Usta, endi bu ish qanaqa usta? Mahmudjon, mana bu radiator fason deymiz. Buni ham high-tech. Aha. Razmerini birinchi o'rinda aytib o'tib ketay. Bu ham sotuvdagi darvozamiz. Hop. Iyniga ham, balandligiga ham 4 metrga 4 metr joyga tushadigan fasollarimizdan. Ertaga chiqarib yuboringizsa chiqarib yuborasiz. Xudo xolasa, ertaga chiqarib yubor deysiz ham, ertaga chiqarib yuboraveramiz. Xudo xolasa, bir o'rnatib beramiz. Necha endi bu ham shtampovka? Ha, shtampovka listi 1.2 lik. 1.2 lik. Listi 1.2, yo'llari ham, taglari ham shvellar qilib berilgan. Shvellar do'stlar. Chunki razmer katta. Buni biz profilli qilganda vijdonimiz qiynaladi. Chunki ertaga o'g'ir darvoza profil yaraydimi, yaramaydimi? Uje illegillik bo'lib qoladi. Aha. O'shani hisobiga shvellar qilamiz, garantiyali bo'ladi. Zamonlargacha o'sha Zober zamon, qimmat zamonlargacha, orqa tomonlargacha shu sentr zamonlarni qilib qo'yilgan. Ha, do'stlar. Shu rezinkalar bilan olib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi ishlarimizdan. Gap so'z yo'q do'stlar. Nech bo'ldingiz narxini? 650 ming so'mdan olib o'rnatib beramiz. Ichida bu ustunovka, dastavka hamma narsasi ichida. 650. Где-то bir 7 million, 8 million atrofidamiz turishi endi? 4 metrga 4 metr, 16 kvadrat bo'ladi. 16 kvadrat, 10 million atrofida. 10 million atrofida. 10 million atrofida do'stlar, telefon qilaverasizlar. Bu ishimizni ham akalar bitta ko'rib o'zingizlar bahosini berasizlar. Usta, bu ishimiz nima deyapti endi? Bu ishi taroqcha fason. Aha. Juda ko'p o'rnatib berdik. Bundan ham klientlarimiz ham o'zi juda yaxshi bilishadi. Hop. Agar videoni ko'rishsa ham o'rnatib berishgan klientlarimiz ham misol kommentariyaga ham yozishsa kerak. Aha. 25-yilda juda ko'p qilib berganmiz. Eng o'sha trenddagi darvoza. Buni eng yaxshi tomoni moydasi o'lmaydi, ya'ni fason 20 yil o'tsa ham bitta kraskasini almashtirib qo'ysa, o'sha davrni solidniy fasoni bo'lib turaveradi. O'sha materiallari 1.8, ikkita yon taglari shveldir. 1.8 2 qavat qilib tayyorlab beriladi buni. Haqiqiy mo'shli darvozalarimizdan. Bunga ham aytganimdan umuman bir dona ham uloq tushmaydi. Mana akalar. Zakasiga. Endi biz sotuvlarga bitta yarimta uloq ishlatamiz, lekin zakasiga обязательно bez uloq materiallari bo'ladi. Gap yo'q. Narxi qancha endi bunisi? Narxini buni ikki xil versiya chiqadi. Bir qavatligi bor, bir qavatligi 1 million 50 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Hop. Ikki qavatli bo'ladigan bo'lsa 1 million 250 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Eng baquvvat materiallar. Kraskasi, rangi siz aytgandek do'stlar bo'ladi. Bundan tashqari narxiga umuman ta'sir qilmaydi. Telefon qilasizlar, muammosi 12 viloyat murojaat qilaveradi. Mana yondagi fasonimizni ham bir ko'rsatib o'tib keting. Ha, do'stlar, bunisini ham bitta ko'ring. Menga o'sha solidniy darvoza keladigan klientlarimizga tavsiya qilamiz. Aha. O'zimiz yoqtiradigan fasonlardan.
Hop. Ya'ni hozirgi kunda trendda. Har bitta mana shu zinali joylari ham отдельный bir mehnat. Ha, ha. Aha. Xudo xolasa, mehnati ko'p, lekin o'zi salatli darvozalar. Ha, mana jigarlar ko'raverasiz. Ko'pchilik o'ylaydi, har xil rangli, bir 4 xil, 5 xil rang ishtirok etgan fasonlardan deb o'ylaydi, lekin Xudo xolasa, yaxshi sifatli darvozalardan. Shvellarda ham doda xo'jasi qo'yilgan ekan, ha, usta bunga. Shvellarni ham shu eng qalinlardan ishlatganmiz. Ha. Ikkita yon taglari обязательно shvellar bo'ladi. Aha, aha. Listlari 1.8 dan bo'ladi. Qanchaga berasiz buningizni? 1 kvadrat metrni 1 million 400 ming so'mgacha chiqarib beryapmiz. 2 qavatligini. 400 mingga do'stlar, hamma yo'q ichida 2 qavatli bo'ladi. Murojaat qilasizlar akalar, gap yo'q. Yana bitta trenddagi darvozalardan ko'ringlar bitta. O'zimga qadrdonlarim, Dubai fason ancha trendga chiqib ketdi, usta bu ham. Ha, shu trenddagi darvozamiz. Hop. Bu darvozamiz qanaqa endi usta, narx-navolari? Shtampovka darvozamiz. Aha. Ya'ni o'sha listlari eng qalini 1.3 gacha tayyorlab beryapmiz. Hop, hop. Hop, razmeri o'sha 3.40 ga 3.5 metr darvozamiz. Aha. Nержавейкаlardan foydalanilgan hozirgi kunda eng trenddagi darvozalarimiz. Hop. Shu 1 kvadrat metrni 550 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 550 mingdan do'stlar 750 minggacha murojaat qilasizlar, gap yo'q. Bu ham bitishi 2 haftami endi usta? 2 haftadan 20 kungacha o'sha yo'llarni hisobini olib, Xudo xolos kelishgan holatda tayyorlab beramiz. Nerjavikalarni ham ko'ryapsizlar do'stlarim. Behijolat telefon qilasizlar. Любой razmer bor, muammosi yo'q. Xudo xolasa zakazga xohlagan razmerlarni tayyorlab beramiz. Tamam. Hop, do'stlar, yana bitta darvozamiz o'zingizlar ko'ringlar. Ustaka, bu endi qanaqa darvoza? Bir ayting endi obunachilar. Klientlarimiz Dubai fasonni originalidan so'rashardi. Aha, Bir originalni ham ko'rsatib o'tib ketay. Hop, hop. Bu 1.8 listda tayyor bo'ladigan, o'sha rossiyskiy listdan tayyor bo'ladigan Aha. Dubai fason. Ya'ni hozir bundan oldin ko'rsatgan Dubai fasonni bu yana ham bir qalin materialda bo'lgan versiyasi. Bu Hop. ruchnoy. Ya'ni shtampovka kompyuterda emas, u polni ko'rinishi ruchnoy tayyorlangan ishlar. Ha, do'stlar, ruchnoy. Nержавейкалari ham, listlari ham, ko'rinishlari ham o'sha polni ruchnoy работа. Aha. Ikkita yo'llari taglari обязательно shvellar bo'ladi. 2 qavat 1.8 listdan bo'ladi. Hop. Xudo xolasa o'sha polni utepletil garantiyasini beriladigan o'sha temir darvozalar. Mana do'stlar, ko'raverasizlar. Puli qancha buningiz endi? 1 kvadrat metrni Mahmudjon 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beryapti. 1 million 300 mingdan do'stlar, orqa Buni bir qavatligini ham so'rashadi, bir qavatligini orqasi o'yilib qolganda hisobiga Ha. biz 2 qavatli qilib o'sha zakazga 2 qavatligini tavsiya beramiz. Ha. Orqa ko'rinishi xuddi shunaqa. Bir qavatligi nechi pul endi usta buni? Bir qavatligini tavsiya qilmaymiz, lekin tayyorlab beramiz 1 million 100 ming so'mdan. Ha. Ya'ni oldi ko'rinishida mana shu orqa ko'rinishi cho'kib qoladi, figurasi ya'ni. Biz bunaqa tekis holatda qilib beryapmiz. Undan bo'lganga yarasha 2 qavat qilib qo'ygan yaxshi usta. usta. Raznitsiya qiladi, 2 million so'm, 2,5 million so'm raznitsiya qiladi, lekin общий summasidan-da. Mana do'stlar. Orqa ko'rinishi chiroyli bo'lsin degan klientlarimizga 2 qavatligini tavsiya qilamiz. Gap yo'q. Bitta qancha muddatda buningiz? 1 oyga olyapmiz. Xudo xolasa 1 oy muddatda olib borib o'rnatib beramiz. Tamam do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Keyingi ishimiz qaysi endi usta? Keyingi ishimizni davom ettiraylik. Bunisi ham do'stlar jab bo'lakchi ekan, ko'ringlarchi. Usta nima deymiz endi bunisini aytingchi o'zingiz? Klientlarimiz baho berishadi, Xudo xolasa. Shtampovka ishlarimizni eng oxirgisi shu bo'lib turibdi hozir Mahmudjon. Eng oxirgi yangilik desak ham shu yolg'on bo'lmaydi. Aha, aha. Bir qator ko'rsatib olsangiz, materiallarga oddiy to'xtalib o'tamiz. Ha. Nержавейкamiz eng ko'p ishlagan fasonlarimizdan. Tepalari o'sha lazer, Xudo xolasa. Hozirgi travertin joylarga, fasadlarga tavsiya qilamiz. Puli qancha buningiz endi usta? Hop, 1 kvadrat metrni 650 ming so'mdan 750 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Xudo xolasa garantiyasini beriladigan ishlardan. Shu Qaytek Zamo, polni nержавейкаlar, polni ko'zlarga ishlar. Ikki xil versiyamiz bor. 650 ming so'mligida nержавейкamiz bo'lmaydi. 750 ming so'mlikda xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Обязательно yo'llari taglari shvellar, zamolari toza. Oldi ham, orqasi ham xuddi shunaqa kraska bo'ladi. Ko'pchilik misol 400 ming so'm, 500 ming so'mdan qilib beraman deydi Mahmudjon. Ha. Nержавейкasi yuqoriroq bo'lib qoladi, listi yuqoriroq bo'lib qoladi. Oldidagi kraska orqasidagi bo'lmaydi. Shuni hisobiga ozorlab ketaveradi. Lekin chista zakaz, xizmat qiladigan, ish bo'ladigan bo'lsa, u qimmat chiqadi baribir. O'shani hisobiga eng garantiyali ishlarimizni
ozgina haligi pulidan nima qilishmasa klientlarimiz qochishmasa yaxshi narxda arzonroq qilib tayyorlab beramiz. Ana do'stlar, murojaat qilasizlar, bemalol olib ketaverasizlar. Mana Har qanaqa razmerga fasollarni keltirib beramiz. Xudo xolasa o'ziga yarashadigan fasollari kelib chiqadi. tushunarli. Akalar murojaat qilaverasizlar. Zakat miqdorini ko'pchilik so'raydi-da baribir. Nechta zakatlarimiz usta? Shuncha bering deyilmaydi, bir nomi bilan zakat. Endi kelishilgan summa 3 dan 1mi, yarmi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Chunki ish tezlashadi. Biz ham misol bir oyda 50 ta zakaz oladigan bo'lsa, har bittasi 10 milliondan hisoblasangiz ham to'g'risi 400 million, 500 million bo'lib ketadi. Ha. Endi dasmiy masalasi ham haligi nolmaymiz, yomon emas, lekin ish sal tezroq bo'lishiga bu zakolat har qancha ko'p bo'lsa o'shancha yaxshi. Gap yo'q. Lekin shuncha bering deb bir haligi norma qo'yib qo'ymaganmiz. Imkoniyat darajasida zakolat olamiz. Qo'shni davlatdan zakaz qilaman desa-chi? Neytralkagacha kelishamiz. Chunki yo'qdagi haligi sharoitni biz yaxshi bilmaymiz. Lekin neytral zonagacha obязательно darvozani olib borib beramiz. U yoqdan bitta mashina olib kelishadi neytralkaga, biz bu yoqdan bitta mashinada chiqaramiz. Tamam. Bu yerga ham borib o'rnatib beraveramiz. Ustalarimiz o'tadi, lekin mashinamiz o'tmaydi. Gap yo'q. Do'stlar, shu bilan syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar uchun nomaniq, joyi aniq do'stlar, birinchi qo'l ustalardan ko'rsatyapman. Tanlovda adashmanglar. Eng asosiysi do'stlar, tanlovda adashmanglar. Bunaqasi bo'lmagan O'zbekiston Respublika bo'yicha narx-navoni chiroyli qilib beraman deyapti. Dastavka hamma yo'q ichida. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zlaringizni tutqinglar. Doim xizmatdamiz, tinch bo'linglar.